Ana Shvetsiyada ona tili darsi o'taman. 3-sinf o'quvchim hozir dars qilib chiqib ketdi. Dars olib o'quvchimning qilgan ishlari ana 4 ta fasl. Kuz, bahor, qish, yoz, hafta kunlari ranglarni qilgan. Shunaqa kichkina xona berilgan, faqat bitta o'quvchiga. Ya'ni bitta o'quvchi o'zbek shu bitta maktabda o'qigani uchun shunga sharoit qilib bergan, o'zi ona tilidan dars o'tishiga. Shvetsiyada tadqiqot qilingan, o'z ona tilini bilgan o'quvchilar boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtiradi deb shunga sharoit qilib berishadi ona tilini o'rganishga. Hozir dars o'tib bo'ldim, endi o'qituvchilar xonasiga borib anaqamni qo'yib ketaman, kurshkamni. Bittaga sinflar, bittaga maktabda boshqa millatli bolalarga, o'quvchilarga ham hammasiga bitta vaqtda ona tili dars qo'yishgan. Har payshanba kuni soat 8 dan 9 gacha. Faqat ona tilisi bor o'quvchilar kelib dars olishadi. Qolgan umumiy darslar soat 9 dan boshlanadi. Boshqa kunlar 8 dan boshlanadi darslar. Lekin faqat payshanba kuni 9 dan boshlanadi, chunki ona tilisi bor o'quvchilar o'qib olishligi uchun darslarni. Mana bu o'qituvchilar xonasi. Bitta o'qituvchilar kofe ichadi, kunduzgi ovqatini yeydi. Bitta ho'l mevalar qo'yib qo'yishgan eshikka. Disk anaqa u toza deb qo'yibdi, shuning uchun bu yoqqa qo'yib ketamiz. Bitta kofelari bor. Qaynagan suv choy qilsa ham bo'ladi, kofe olsa bo'ladi. Xolodilnikda suti bor. Kofega qo'shib ichsa bo'ladi. Bugungi kunim bu maktabda tugadi. Endi yana boshqa maktabda o'quvchilarim bor. Peshindan keyin bu yoqqa keyin boraman.